Yaxshi narxda DAF Euro 6 olaman deb qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu DAF XF Euro 6 bu 460 TLga 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini egalari 32 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. Realniy oluvchilar bo'lsa, TVSda yana yaxshigina kelishtirib beraman ham deb aytayaptilar akalar. Hop, yurgan masofasi 949 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Holatlari a'lo darajada, hech qanday kamchiliklar yo'q. Adbullarga uzdirib qo'yilgan ekan. Balolarning holatini mana videoni o'zida ko'rsatib o'tib ketaman. Oldi 100% yangi holatda turibdi. Orqasini shu 65-70% holatda hisoblasangiz bo'lar edi. Baklari bu tomonda 745 litrli bak, u tomonda 410 litrli bak bilan jihozlangan. O'zingizni qiziqtirgan boshqa savollarni egalarning o'zlariga telefon qilib gaplashsangiz bo'ladi. Telefon raqami har doimgidek videoni past qismga yozib qoldiramiz. Namangan viloyati Chus shahrida turibdi. Lori.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistika kompaniya. Yaxshi narxdagi yuklarni Lori.uz Telegramdagi guruhda olishingiz mumkin. Ilovasi ham bor, Play Market yoki App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Guruhga o'tib olish uchun Lori.uz Instagramga kirasiz. Instagramda link qoldirilgan. Shu linkka bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda guruhga o'tib ketasiz. Bu videoni mana shunaqa DAFni yaxshi narxda olaman deb qidiruvga Forex tanishlarga jo'natib qo'ysangiz esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.